Mana mashxonada o'sha ona ikkita farzandini shundoq quchoqlab shu yerda yotgan. Mana shu yerda jon taslim berganlar, mana shu qo'roslar mana qo'shnilari davolni bizishgan, kirisha olmagan. To kirguncha o'sha bular jon berib bo'lgan. O'sha shov-shuvli yong'in aynan shu xonadonda bo'lgan. 16 fevral kuni 7:30-8 atrofida bu xonadonda juda ham katta yong'in chiqqan. Video qilishimizdan maqsad shu xonadonga yordam berish. Bize yordam beradigan xalqimiz. Biz sizlarga ishonamiz. Bu xonadonda hozir juda ham katta ish ketyapti. Ko'ryapsizlar, bu uylarni pulni yig'ishtirib olib chiqib tashlash kerak. Bizani kuzatadigan Samasoqolchi, Katlamanchi okalar bor. Sizlardan iltimos qilib ko'raman. Iloji boricha qo'lingizdan kelgancha nima yordam kelsa yordam qilinglar. Xonadonning egasi hozir juda ham og'ir ahvolda yotibdilar, Banisada. 98% yonganlar. Qolgani sizlardan qo'lingizdan kelsa like bosasizlarmi, kommentariy yozasizlarmi, o'zingizlarni tanishinglarga jo'natasizlarmi? Ramazonni mana birinchi kunlarida turibmiz. Ilohim qilingan ehsoninglar joyiga yetib boradi inshaalloh. Hech kimni boshiga bunaqa musibat tushmasin. Biz o'zimizdan obunachilarimizga ishonamiz. Xudo xolasa, ehson mukofoti ehson inshaalloh. Hammamiz birlashsak, Xudo xolasa shu uyi bitgan holatini ham olib chiqamiz. Ramazon oyida zakot beraman deb haqiqiy haqdori qidirib yurgan odamlarga shu videoni tashlab qo'yinglar, joyi akalar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin, hurmatlasin.